Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, rus tilidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda ko'pchilik muxlislarimizning iltimosiga ko'ra Rossiyada patent qanday olinadi, o'shani o'rgatmoqchiman. 2025-yil 22-yanvarda Rossiyadan patent olish uchun yana o'zgartirishlar kiritilgan. Bu yerda 6 ta variant bo'lib, har variantda 20 tadan savollar bor. Bu savollar audio zapis orqali eshittiriladi va siz uni eshitib, qo'lingizdagi qog'ozga qarab, savollarga javob berasiz. Bu yerda 3 ta javob berilgan. 3 tadan 2 tasi noto'g'ri, bittasi to'g'ri javob. O'sha to'g'ri javobni siz topishingiz kerak. Sizga oson bo'lishi uchun noto'g'ri javoblarni men ko'rsatmayman bugungi darsimda, faqat sizga o'sha to'g'ri javobni ko'rsataman. Siz shu to'g'ri javobni tagiga chizasiz, belgilaysiz va patent olish uchun imtihon topshirasiz. 6 ta variantning qaysi biri sizga tushadi bilmadim. Bugun men birinchi variantni o'rgatmoqchiman va 20 ta savolga javoblarni sizga aytib o'taman. Qo'limdan kelgancha sizlarga oson yo'li bilan joy darajasiga tushuntirishga harakat qilaman. Chunki agar qiyin yo'l bilan tushuntirsam, sizga yana ham qiyin bo'ladi. YouTube'da darslarni ko'rdim, patent haqidagi. Ba'zilar 1 soatlik, 2 soatlik, yarim soatlik qilib tayyorlashgan. Men yarim soatdan ham kamroq dars o'tishga harakat qilaman. Sizga oson bo'lishi uchun, yana takror aytsam ham. Siz bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lib, layklar bosishni esingizdan chiqarmang. Shunday qilib darsimizni boshladik. Darsimizning birinchi savoli: Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. deb aytayapti. Dialogni eshiting va bu suhbat qayerda bo'layapti? To'g'ri javobni toping deb aytayapti. Siz 3 ta javobdan в центре тестирования degan javobni topib belgilaysiz. В центре тестирования. Javob shunday bo'ladi. В центре тестирования. Ikkinchi savolimiz: agar biror narsangizni yo'qotib qo'ysangiz, qayerdan so'rash kerakligini sizdan so'rashayapti. Sпросите о потерянных вещах. Javob bu yerda u administratora degan javobni belgilaysiz. Uchinchi savolimiz: Оплачивайте свой проезд вовремя. Ya'ni yo'l haqlaringizni vaqtida to'langizlar deb aytayapti. Bu yerda проезд avtobus so'ziga tegishli bo'lgani uchun siz v avtobusi variantini javobini belgilaysiz. V avtobusini belgilaysiz. Navbatdagi savolimiz 4-savolda: Прочитайте текст. Приглашаем вас на автобусную экскурсию degan gaplarni yozishgan. Tekstni o'qing degan, sizlarni avtobusda bo'ladigan sayohatga taklif qilamiz. Sayohat soat 10 dan 14 gacha bo'ladi degan. Siz bu yerda vaqtni so'rayapsiz sizlardan. Выберите правильный ответ. To'g'ri javobni toping deyishyapti. Siz в 10 часов deganni belgilaysiz. В 10 часов. В 10 часов degan to'g'ri javobni belgilaysiz.
Navbatdagi savolimiz 5. Как вас зовут? Меня зовут Батыр. Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. Кто вы по профессии? Sizning kasbingiz nima? Nima kasbingiz bor deganda quruvchi deb aytasiz. Chunki juda ko'pchilik qurishga ishga borishadi. Строитель deb belgilaysiz. Строитель deb belgilaysiz. Navbatdagi 6 savolimiz Сегодня суббота, а мама приехала вчера. Bugun shanba, onam esa kecha keldi. Qaysi kun kelgan bo'ladi? Juma kuni kelgan bo'ladi. Siz пятницani belgilaysiz. Пятница. Javobini belgilaysiz. Mama приехала вчера в пятницу. Navbatdagi savolimiz telefon haqida, sotовый связь haqida ketyapti. Siz bu yerda telefon degan javobni belgilaysiz. Telefon javobini belgilaysiz. Как вас зовут? Sizning ismingiz nima? Demak, bu yerda menyani belgilaysiz. Меня зовут Иван, меня зовут Zakir. Ismingiz kim bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, меня зовут Nargiza. Меня so'zini belgilasangiz to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimiz 9-savol. Мы приехали в Россию. 3 nuqta qo'yilgan. Здесь есть работа. Bu yerda ish bor. Biz Rossiyaga keldik. Bu yerda ish bor. Bu yerga nuqtalar o'rniga потому что bolochisini qo'yasiz. Потому что-ni qo'yasiz. To'g'ri javob. Nuqtalar o'rniga qo'ysangiz потому что to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimiz День Победы в России отмечают. G'alaba kunini Rossiyada qachon belgilashadi? 9-mayda. 9 maya, ya'ni 9-mayni belgilaysiz. Navbatdagi 11-savolimizda Rossiyaning poytaxtini so'rayapti. Stolitsa Rossiya. Moskva. Moskvani belgilaysiz. Stolitsa degani bu poytaxt degani. Rossiya poytaxti Moskva so'zini belgilaysiz. 12-savolimiz Великая Отечественная война закончилась. Ulug' Vatan urushi qachon tugadi? В 1945 году. 1945-yilni belgilaysiz. В 1945 году закончилась война. Urush 45-yilda tugagan, shuni belgilaysiz. 13-savolimiz Содружество независимых государств были образованы. Bunda siz 1991-yilni belgilaysiz. Mustaqillik haqida gap ketyapti. В 1991 году so'zini javobini belgilaysiz. Navbatdagi savolimiz 14-savolda Flag России укажите. Rossiyaning bayrog'ini ko'rsating deb. Birinchi bayroqni ko'rsatasiz. Rasmda ko'rsatilgan oq, qorovut ko'k va qizil ranglardan iborat. Rossiyaning bayrog'ini bilishingiz kerak. O'shani ko'rsatasiz, belgilaysiz. 15-savolimiz siz statya 62 Международный договор degan so'z bor qatorni ikkinchi javobni belgilaysiz. Ikkinchi javobni belgilaysiz. 16-savolimiz Иностранные граждане в Российской Federaции. Так, bu yerga siz birinchini belgilaysiz. Birinchi javobni belgilaysiz. 17-savolimiz Обратиться за помощью. Yordam kerak bo'lganda qayerga murojaat qilasiz? Politsiyaga, ya'ni birinchi в politsию so'zini javobini belgilaysiz. Va nihoyat 18-savolimiz Pasport и миграционную карту. 3
javobni belgilaysiz. Pasport и migratsionную kartu degan javobni belgilaysiz. Demak, Rossiyaga borgan insonlarda pasporti bo'lishi kerak va immigratsioniy kartasi bo'lishi kerak. O'sha javobni belgilaysiz. 3-chini belgilaysiz. 19-savolimiz esa если иностранный гражданин нарушил правила, привлекается к ответственности. Agar chetdan borgan fuqarolar Rossiyaning qonunini buzishsa, qanday javobgarlikka tortiladi deganda siz 3-chi administrativniy degan so'zni belgilaysiz. Administrativniy ответственности belgilaysiz. Va nihoyat oxirgi 20-savolimiz. Siz deport bo'lganingizni haqida kim hukm chiqaradi? Sud hukm chiqaradi deyapti. To'g'rimi? To'g'ri deb aytyapsiz. Verna degan javobni belgilaysiz. Demak, deport qilinganingizda sud hukm chiqaradi. Haqiqatan ham sud hukm chiqaradi. O'sha siz verna so'zini, ya'ni to'g'ri degan so'zni belgilaysiz. Endi men sizga qanchalik to'g'ri tushuntira oldim bilmadim. Sizga oson bo'lishi uchun faqat to'g'ri javoblarni aytib o'tdim xolos, qo'limdan kelgancha. Kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Like'lar bosing, do'stlarni taklif qiling. Kimlar Rossiyaga ketmoqchi bo'lsa, ularni albatta mana shu kanalga chaqirib, aytib, taklif qiling. Va navbatdagi 2-chi variantni ham tayyorlashga harakat qilaman. Bu ish men uchun juda qiyin, ko'p vaqtimni oladi. Endi bilasiz, 72 ga kirganman deb aytganman. Buning uchun men o'tirishim kerak. Yoshimni hisobga olasizlar. Kamchiligi bo'lsa uzr so'rayman, lekin javoblar hammasi to'g'ri javob. Xayr, salomat bo'ling.